Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal Gündülük haberlerimizi görüşünlerini kızgın karşıladığımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulup atkan gün tertipteki haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Qanamsızda qıtınlar ekranımız olsun. Amerika Tashqi ishlar Ministerligi Xitoyning Uyg'urlarni terrorlikqa bag'lashi asossiz dedi. 24 iyun Tashqi ishlar Ministerligi terrorlikqa qarshi turish komiteti 2019 yillik terrorlikqa qarshi turish dokumenti e'lon qildi. Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo va bosh elchi Naysin Saylis dunyo miqyosidagi terrorlikqa qarshi turish ahvollaridan dokument berdi. Dokumentda Xitoy rejimining terrorlikqa qarshi turish bahonasi bilan Uyg'ur qatorliq musulmon xalqni qattiq nazorat qilish, bostirish qatorliq usullar orqali kishilik huquqni dafsanda qilayotganligi qattiq ayblandi. Dokument yana Xitoy rejimining pakitsiz, asossiz holda atalmish Sharq Turkiston Islom harakati tashkiloti va 3 xil kuchlarga qarshi turishni bahona qilib, 1 milliondan ortiq Uyg'ur, Qozoq qatorliq yerlik xalqni yig'ib olish lageriga so'lab qo'yganligi alohida eskartildi. Amerika Tashqi ishlar Ministerligi va ministr Pompeo Xitoyning Uyg'ur va boshqa musulmon millatlarni lagerga qamab, ularni diniy e'tiqodiy, milliy kimligi va madaniyatidan voz kechishga urinishdak ig'ir kishilik huquq dafsandachiligi sodir qilganligini ijil ayblab kelgan edi. Xitoy Sharq Turkistonda islom dinini xitoychilashtirish to'g'riliq yana joriy etishga boshladi. Xitoy hukumat taratqullarining xabar berishicha 6-yilning 22-kundan 23-kunigacha atalmish Uyg'ur Abnum rayonlik partikom nazariya o'rganish markazi Chinchuangoning riyosatchiligida kollektiv muhokama yig'ini o'tkazgan. Yig'inda Xitoy raisi Xi Jinpingning partiya tarixi va Xitoy tarixi to'g'risidagi yo'l yo'riqlarini o'rganish va izchillashtirish muhokama qilingan. Mazkur yig'inga riyosatchilik qilgan atalmish Uyg'ur Abnum rayonlik partikomning sekretari Chinchuango Xitoy raisi Xi Jinpingning yo'l yo'riqlarini murassasiz ijro qilish, atalmish Uyg'ur rayonidagi barliq kadrlar va ommaning siyosiy ideya jihatda Xitoy Kompartiyasi markaziy komiteti bilan birdaklikni saqlashini talab qilgan. Diqqat qo'zg'aydigani shuki, mazkur yig'inda atalmish Junxo millatlari o'rtaq ingini barpo qilish, Xinjiangdagi islom dinini xitoychilashtirish va uni sotsializm uchun xizmat qildirish shiori yana o'ttirg'a qo'yilgan. Chinchuangoning bu so'zlari chet ellardagi kuzatuvchilar va Uyg'ur siyosiy faoliyatchilarining kuchli inkosini qo'zg'adi. Ular Xitoy rejimining Sharq Turkistonda islom dinini xitoychilashtirish siyosatini yo'l qo'yishi yolg'izli rayondagi Uyg'ur qatorliq musulmon xalqlarning diniy e'tiqodiga qilingan ziyonkashlik bo'lmasdan, balki islom dinining tub prinsiplariga va butun dunyodagi 1 milliarddan ortiq musulmonlarning diniy hissiyotiga qilingan haqorat ekanligini eskartib o'tdi. Xitoy rejimining Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy va madaniyat qirg'inchiliklari xalqaro matbuotlarning diqqatini qo'zg'ab kelmoqda. 2019 yili 16 noyabr kuni New York vaqti gazetida Xitoy raisi Xi Jinpingning qat'iy rahim qilmaslik buyruqini oshkorlagan bo'lib, shuningdek xalqaro jamoat Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan zulmlarining bevosita Xi Jinpingning buyruqi bilan bo'lganligini tunib yetgan edi. Amerika Diniy e'tiqod erkinligi komitetining bu yillik dokumentida Xitoyning Uyg'ur qatorliq musulmonlarni diniy e'tiqodidan voz kechishga majburlayotganligi tilga ilingan edi. Komissar Nuri Turkel Trumpning Xitoyning jazosini kechiktirishiga bahona yo'q dedi. Amerika CNN xabarlar to'rining 24 iyundagi xabarda bildirilishicha, Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti komissari Nuri Turkel Trump hukumatining Uyg'urlarni keng ko'lamda jazolashda qo'li bor Xitoy amaldorlariga qarata jazo yurgizishiga qaratilgan harakatni kechiktirishiga bahona yo'q dedi. Nuri Turkel chorshanba kuni Amerika Markaziy axborot agentligiga bergan bayonotida Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti Trump hukumatining Uyg'urlar va boshqa yerlik xalqlarni keng ko'lamda tutib turishga mas'ul Xitoy amaldorlariga qaratilgan jazo qarorini chiqarmaganligidan umidsizlandi dedi. Prezident Donald Trump 17 iyun Sharq Turkistondagi yerlik xalqni xo'rlashga qatnashgan shaxslarga moliya va viza jazosi beradigan Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonunini imzolagan edi. Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonuni prezidentni yer shari Magnitskiy qonuniga asosan jazo yurgizishga yetaklaydi. Bu prezidentga kishilik huquqni dafsanda qilguvchilarni jazolashga huquq bergan bir qancha qonunning biri bo'lib hisoblandi. Avam palatasining boshlig'i Nancy Pelosi tarafidan Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetiga tayinlangan advokat va Uyg'ur kishilik huquq tashabbuschisi Nuri Turkel bu huquqqa daxli taruz qilishni rad qilishga bo'lmaydiganligini bildirdi.
Nuri Turkal CNA'ga yo'llagan bayonotida mundaq dedi: Xitoyga qarshi harakatni kechiktirishga bahona yo'q. Oldingi hafta Trump Axios muxbiriga o'zining hozircha Sharqi Turkistondagi jazo lagerlaridagi xo'rlashlarga chetishlik Xitoy amaldorlariga xazina jazosini texi yo'lga qo'ymaganligini bildirib, chunki biz bir cho'ng savdo kelishimining o'ttirisida edik degan edi. Faoliyatchilar Turkiya Taylanddagi Uyg'urlar va Dulqin Aysani Turkiyaga keltirishi kerak deyishdi. 21-iyun Turkiyaning Yangi Akit televiziyasida Uyg'urlar va Sharqi Turkiston masalasi to'g'risida naq maydon televiziya programmasi o'tkazildi. Programmada Taylanddagi Uyg'urlarning qutulishi uchun kerakli qadamlarning besilishi va Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Dulqin Aysaning Turkiyaga kelishi uchun Turkiya Tashqi ishlar ministrligiga chaqiriq qilindi. Programmada yana Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan yo'q qilish siyosatlari va Uyg'urlar masalasi to'g'risida muhim nuqtalar o'tirg'a qo'yildi. Xolis O'zdemirning riyosatchiligida naq maydondan bevosita tarqatilgan mazkur naq maydon programmasiga Sharq Turkiston vaqti raisi doktor Muhiddin Jan Uyg'ur, Aysa Yusuf Aliptekin vaqti raisi doktor Ömer Qol, Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidoyatullo O'g'izxon qatnashdi va riyosatchining Uyg'urlar to'g'risidagi savollarga javob berdi. Programmaga yana lager shohidi Gulbahor Jalilova xonim qatnashib, jazo lagerlaridagi echinishlik ahvollarni oshkorladi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dulqin Aysa apandim bo'lsa, telekamera orqali programmaga qatnashdi. Dulqin Aysa apandi so'zida Turkiya Tashqi ishlar ministrining Uyg'ur masalasini Birlashgan Millatlar Tashkilotining yig'inida kun tartibga keltirib, xalqaro axborotlarning diqqatini tortganligini bildirdi va Turkiyaning Sharqi Turkiston masalasidagi o'rni intayin muhim dedi. Doktor Ömer Qul Turkiya hukumatini Dulqin Aysa apandining Turkiyaga kelishi uchun ruxsat berishga chaqirdi. Dulqin Aysa apandi so'zida yana Islom hamkorlik tashkilotining Sharqi Turkiston masalasini islom masalasi deb o'ttirg'a chiqarib, kun tartibga keltirish kerakligini o'ttirg'a qo'ydi. U so'zida yana Sharqi Turkiston masalasi Turkiyaning masalasi bo'lishi kerak, chunki u Turkiyaning haqqi dedi. Hidoyatullo O'g'izxon apandi navbatda Uyg'urlarning qilishga tegishli xizmatlarini tilga oldi va Taylandda tutib turilayotgan Uyg'urlarni qutuldirish uchun o'zlarining qo'lidan kelishicha tirishchilik ko'rsatayotganligini bildirdi. Shundaqla Turkiya hukumatini Taylandda tutib turilayotgan Uyg'urlarni qutuldirish uchun ko'ngil bilishga chaqirdi. Hidoyatullo O'g'izxon kelar oy 5-iyul Urumchi qirg'inchiligining xotira kuni munosabati bilan Turkiyada bir haftalik Sharq Turkiston faoliyati elib boradiganligini va ijtimoiy taratqularda ham matbuotlarda Uyg'urlar masalasini kun tartibga keltirib, jamoat fikri paydo qilish uchun xizmat elib boradiganligini bildirdi. Doktor Muhiddin Jan Uyg'ur Xitoyning jazo lagerlarini taqash va lagerlardagi Uyg'urlarning erkinlikka chiqishi kerakligini ta'kidladi. U yana dunyo jamoati Xitoyning Uyg'urlarni yo'q qilish siyosatini to'xtatish uchun harakat qilmasa, Uyg'ur xalqining yo'q bo'lib ketadiganligini ifodaladi. Programma oxirida dunyo jamoati va turk islom dunyosini Uyg'urlar masalasiga ko'ngil bo'lishga va Xitoyning jazo lagerlarini taqab Uyg'urlarning erkinlikka chiqishi uchun kerakli qadamlarni besishga chaqiriq qilindi. Xitoy Hindistonning 3 cho'ng xatoligi sababli to'qinish kelib chiqqanligini e'lon qildi. Fransiya xalqaro radiosi xabarida bildirilishicha, Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Javlijan bayonot e'lon qilib, Xitoy bilan Hindiston to'qinishida mas'uliyatning Xitoy tarafda emasligini bildirdi. Hindiston vaqt gazeti, pul muomala gazeti va Hindistonning boshqa taratqullari 24-iyun xabar qilishicha, Hindiston va Xitoyning birlashma armiya qo'mondonlari 22-iyun birdaklik hosil qilib, askar va ig'ir tipdagi avtomobillarni to'qinish rayonidan tarqoqlashtirib, 6-iyundagi qo'mondonlar yig'inining xulosasiga qaytib kelgan. Bu o'rtaq tunishga kelish uchun 11 soat vaqt ketgan. Markaziy axborot agentligining bu vaqtda bildirishicha, Xitoy armiyasi Pangong ko'lining shimoliy qirg'og'ida okop va qorovulxona qurgan. Xitoy bu yerni asldagi holatiga keltiramda yo'q, bu aniq emas ekan. Hindiston armiyasi ichida ikki tarafning yana chekinishga uzun jarayon ketadi deb qaraydigan nupuzli shaxslarim bor ekan. Chunki bu qatimli qarshilashish ikki tarafda ishonmaslik tuyg'usi paydo qilgan. Tirkishda Hindiston armiyasi tarafdan 20, Xitoy armiyasi tarafdan 40 dan ortiq askar o'lgan. 24-iyun Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Javlijan qarallik muxbirlarni kutib olish yig'inida Galvan vodisidagi to'qinishning boshlanishi va oxirlashganligini o'zining tushunchasi bo'yicha tunishtirib, Hindistonning 3 cho'ng xatoligini misol olgan. Misolda Hindiston chegara qo'g'dug'uvchilari chegaradan qonunsiz o'tganligi, Hindiston ikki tarafning o'rtaq tunishiga xiloflik qilib, ig'vogarchilik qilganligi, Hindiston xalqaro qoidaga xiloflik qilib, oldi bilan hujum qilganligini bildirgan.
Zhou Lijian yana 22-iyundan 23-iyungacha bo'lgan oralıqda Xitoy bilan Hindistonning ikkinchi bosqichliq komandir darajalik suhbat o'tkazganligini hamda tadbir qo'llanib vaziyatni pasaytirishga qo'shilganligini bildirdi. Qaraqosh noyisining sobiq hokimi Mamtimin Abdullah tekshirilmoqda. Atalmış Şinjan gazetining 24-iyundagi xabarda bildirilishicha, G'arbiy Tangritog' O'rmon boshqarish idorasi partiya komitetining muavin sekretari, idora boshlig'i qo'rchoq amaldor Mamtimin Abdullah intizom va reviziya jihatdan tekshirilishga boshlagan. Atalmış Şinjan G'arbiy Tangritog' O'rmon boshqarish idorasi partiya komitetining muavin sekretari, idora boshlig'i Mamtimin Abdullah intizomga qonunga xiloflik qilish gumoni bilan navbatda atalmış Abnum rayonlik intizom tekshirish komiteti reviziya komiteti tarafidan intizom va reviziya jihatdan tekshirilishga boshlagan. Mamtimin Abdullah 1967-yili Sharq Turkistonning Chira noyasida tug'ilgan. 92-yili Xitoy kompartiyasiga kirgan. Ilgari keyin bo'lib 1987-yildan 2016-yilgacha Qaraqosh noyalik dehqonchilik idorasining texnikasini kengaytirish markazining muavin mudiri, partiya komitetining muavin sekretari va Qaraqosh noyasi Qarasay bozorining yezi boshlig'i, Xotan shahrining muavin shahar boshlig'i, Xotan shaharlik doimiy komitet a'zosi, Qaraqosh noyalik partiykomining muavin raisi, Qaraqosh noyalik partiya komitetining muavin sekretari, atalmış Şinjan G'arbiy Tangritog' O'rmonchilik idorasi partiykomining muavin sekretari va idora boshlig'i qatorliq vazifalarni o'tagan. Xitoy Sharq Turkistonda atalmış ma'arifni zamonaviylashtirish to'g'riliq ikki cho'ng planni e'lon qildi. Tangritog' to'rining 24-iyun bergan xabariga qaraganda, Xitoy rejimi Sharq Turkistonda 2035-yilgacha ma'arifni zamonaviylashtirish va ma'arifni zamonaviylashtirish tezlashtirish plani qatorliq ikki planni e'lon qildi. Xabar deyilishicha, 2035-yilgacha bu planni to'liq amalga oshirish planlangan. Xabarda 2019-yilning oxiriga qadar Sharq Turkistonda boshlang'ich maktabdan burunqi bolalar ma'arifiga o'quvchi qabul qilish umumiy nisbatining 51,97% ga yetganligi alohida tilga ilingan. Xabarda yana yaqinqi yillardan buyon Sharq Turkistondagi yasli ma'arifi uchun Xitoy o'lkalaridan 140 mingdan ortiq Xitoy o'qituvchi qabul qilinganligi bildirilgan. Kuzatuvchilar Xitoy rejimi 97% dan ko'proq umumlashtirganligini ilgari surayotgan Sharq Turkistondagi yasli ma'arifida ota-onalari lagerlarga qamalgan necha yuz minglagan Uyg'ur yetim bolalarining Xitoycha ma'arifda tarbiyalanayotganligi, ularning milliy kimligi va diniy kimligidan yiroqlashtirilayotganligini ilgari surmoqda. New York vaqti gazeti 17 mart maxsus maqola e'lon qilib, Xitoy rejimining Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turk millatlarining tili, madaniyati, e'tiqodi va kimligini yo'q qilish uchun yotoqliq maktablarni ko'paytganligini ilgari surgan edi. Xitoy islomiy simvollarni cheqib, dinga qarshi siyosatini kuchab ijro qilmoqda. Zimiston to'rining 24-iyundagi xabarda bildirilishicha, Xitoy Sharq Turkistondagi islomning simvollarini cheqib, islom diniga qarshi razil siyosatini amaliylashtirgandan keyin Xitoy o'lkalarida islom dinini xitoylashtirish 5 yillik razil plan doirasi ichida masjid qurilishlaridagi islom belgisini davomli cheqib, islom e'tiqodini o'zgartirish uchun harakat qilgan. Bildirilishicha, Yunnan o'lkasidagi qadimiy shahar Dali shahrini musulmonlarni xitoylashtirishning bir qismi sifatida islom madaniyatiga zarb berish nishoni qilgan. Xitoy tajovuzchilari bu yil 4-oyning 5-ida Shemin masjidi va tarixiy Nanmin masjidining gumbaz va hilal oy belgisini cheqib o'tgan. Undan boshqa Janubiy darvoza masjididagi islom madaniyat simvollarining hammasini cheqib, o'rniga sotsialistik qimmat qarash va mazmun qilingan plakat va shuarlar bilan to'ldirib o'tgan. Nanmin masjidining jamoatidan birisi muxbirning ziyoratini qabul qilib, Xitoy musulmonlarni qo'rqitib, islom e'tiqodiga uyg'un kelmagan ishlarni qilishga majburlaganligini, masjiddagi arabcha yiziqi bor buyumlarning hammani ishiltishni cheklaganligini oshkorlagan. Xitoy bu yil 5-oyda yana Dali shahridagi Nanvu Lichao masjidining 3 gumbaz va hilal oy belgisini, gumbazning chet el madaniyati ekanligini, gumbazning Xitoyda bo'lishi chet el madaniyatining singib kirishi ekanligini bahona qilib chiqib o'tgan. Nanvu Lichao masjididagi Kunming Islom instituti Dali tarmoqining o'quvchilar yotiqi binosining shaklimi Xitoycha uslubga o'zgartirilgan. Hatto yotoq binosining agmi derazasi chasi shaklga o'zgartirilgan. Musulmonlar mehmonxonasining xo'jayini muxbirning ziyoratini qabul qilib, Xitoyning barliq arabcha yozilgan plakat va belgilarni elib o'tish kerakligini, bo'lmasa ularning tijorat qilishiga yo'l qo'ymaydiganligi haqida tahdid solganligini, Dali sayohat rayoni Xitoyning islomga qarshi razil siyosatining qattiq zarbasiga uchraganligini,
hatto arabcha yozilgan buyumlar hamda qochilarni cheklaganligini, Xitoyning islom diniga qarshi ikkinchi madaniyat inqilobini qo'zg'aganligini bildirgan. Qizilsuvdagi 10 mingga yaqin dehqon chorvachi chegara yangi kanatlarga ko'chirilgan. Atalmış Şinjan gazetining 22-iyun tarqatgan xabariga qaraganda, yaqinda atalmış Uyg'ur Abnum rayonlik partikom sekretari Chin Chuangu, atalmış Uyg'ur Abnum rayonining raisi Sho'krat Zakir birlikda Aqtu noyasiga joylashgan Koillon Javyandagi namratlikdan qutuldirish va ko'chmanlarni o'rinlashtirish o'rniga berib, Qizilsuv oblastidagi doiralarga chegarani boshqarish strategiyasini, bo'libmi ijtimoiy muqimlik va uzun muddatlik bexatarlikning umumiy nishonini ta'kidlagan. Chin Chuangu mundaq deb ko'rsatgan: shirkat baza, hamkorlik, dehqon andisini yaxshilab, texmi muqim manfaatni bog'lash mexanizmini o'rnatib, namratlikdan qutuldirish sifatini o'stirish kerak. Xabarda Chin Chuangu qatorliqlar yana mushu yangi o'ltiraq rayoni ichiga qurilgan elektronlik texnika shirkatini ko'zdan kechirganligi yozilgan bo'lib, buningdan mazkur o'ltiraq yangi rayoniga ko'chirilganlarning ishik oldida ishga o'rinlashtirish siyosati bo'yicha shu joydagi korxona zavodlarga o'rinlashtirilganligini ko'rib olg'ili bo'ldi ekan. Doirlarning 2017-yildan boshlab 2019-yilning oxirigacha bu joyga Kachung, Qo'shrab, Damsi yezilaridan bo'lib 10 ming nupusni ko'chirib kelib, shu joyning o'zida qurilgan Xitoy korxonalarida ishga o'rinlashtirilganligi oshkorlangan edi. Atalmış Şinjan gazeti Qizilsuv Qirg'iz Abtonom oblastlik hukumat to'ri, Tangritog' to'ri qatorliqlarda Aqtu noyasidagi atalmış namratlikni yo'lash va ko'chirishga oid uchurlardan Qizilsuv oblastidami yaqinqi 3 yildan namratlikdan qutuldirish bahonasida Qizilsuvning o'zidilli chegaraga yaqin nahiya yezi kanatlardan 10 mingdan ortiq nupus ko'chirilganligi ma'lum bo'ldi. Xitoy tunganlarga qaratilgan ming yush harakati boshlandi. Zimiston to'rining 24-iyundagi xabarda bildirilishicha, Xitoy Kompartiyasi tungan musulmonlarga qaratilgan ming yush harakati boshlagan. Xitoy tunganlar orasidagi diniy zot va dinda o'qiyotgan o'quvchilarga qarshi ming yush va ularning e'tiqodini abjashlashtirishni tezlatgan. O'tgan yili 9-oyda Xibey o'lkasi Islom jamiyati markaziy shahar Shijiazhuangda islom dinini xitoylashtirish temasida barliq imom xatiblarni kursga tashkillagan. Ming yush tarbiyasiga qatnashgan imom xatiblardan Kompartiyani suyish, Xitoyni suyish, jamoatni Xitoy siyosatiga mos holda tashkillash, Xitoyning an'anaviy madaniyati va sotsialistik yadrolik qimmat qarashini juma kuni o'qilgan xutbalarga singdirish talab qilingan. Tarbiyalashga qatnashgan har bir kishiga Xitoy yaqinda tuzib chiqqan islom dinini ichki jihatda boshqarish tadbirlarining ko'paytirilgan nusxasini tarqatib, vazifa o'taydigan diniy zotlarni saylashning asosli sharti Xitoy Kompartiyasi va sotsialistik tuzumni qo'llash ekanligini aniq belgilagan. Diniy zotlarga o'tilgan darslarda islom dinini xitoylashtirishning musulmonlarning yugini Kompartiya ekanligini, Kompartiya sizni qandoq mengishga yetaklasa, shu tarafga mengishni bildiradiganligini tushundirgan. Muxbirning ziyoratini qabul qilgan Xibey o'lkasidagi bir imom o'hsingan holda tunganlarning milliy kimligini o'zgartkili bo'lmaydi. Kompartiya asta-asta e'tiqodimizni abjash qilib o'zgartib yo'qotadigan bo'ldi degan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atigi xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Alloh topshiramiz. Shunda qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.